Assalomu alaykum. Uzal Tomush obunachilari. Mana bugun Poco F7 Pro 5G zakaz qildik. Toshkentdan yetib keldi. Ko'pchilik kubok 120 ga ko'taradi degani uchun men zakaz qildim. Ochamiz sizlar bilan birgalikda. Rostdan 120 ga ko'taradimi? Menimcha 90 ko'tarsa kerak. Agar 120 ga ko'taradigan bo'lsa, ko'ramiz sizlar bilan birgalikda. Poco F7 Pro ishlatadiganlar yozinglar kommentda. Salafani oldik. Tamam. Ichidan nima chiqar ekan? Ko'ramiz. Poco F7 Pro. Wattli zaryadga chiqgan. Komment yozib qoldiramiz. Men shu rostdan 120 ga ko'tararmikin deb Toshkentdan zakaz qilib chaqirtirdim. Poco F7 Pro. Menimcha 120 ga ko'tarmasa kerak. 120 ga ko'taradimi, yo'qmi?